Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar tomonidan ko'p berilgan savollar, bular qabziyatdan qanaqa qilib qutulsa bo'ladi? Buni yo'llarini ayting deyishgan edi. O'shanga hozir javob berishga harakat qilamiz. Xo'p, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, mana inson organizmi bo'lsa, demak bizda o'pka bor, to'g'rimi? Tepada joylashadi. Bu a'zolarni soyaboni deb qaraymiz. Chap o'pka yurakka ozgina joy bergan. Bu yerda jigar joylashadi. Uni ro'parasida taloq, oshqozon osti bezi, oshqozon. Hop. Bu yerdan yo'g'on ichiga ketadi. Mana bundoq. To'g'ri ichik bilan axlat tashqariga chiqadi. Bu yerda ingichka ichik. Endi ichib qotgan odamda axlat massasi mana tushdi, ichakka tushdi, lekin bu chiqib ketmadi. 1 kun o'tdi, 2 kun o'tdi, 3 kun o'tdi, 10 kunlab yuradiganlar bor. Bu nima oqibatlarga olib keladi? Yo'g'on ichakdagi turib qolgan axlat massasi o'z vaqtida chiqib ketmagandan keyin ichakning stenkasidan, devoridan uni yonidagi a'zolarga, bu yerda mana jigar preksiyasi bir qismi tegib turibdi. To'g'rimi? Bu yerda taloq turibdi. Mana bu yerda ichki jinsiy organlar turibdi, matka turibdi, boshqa turibdi. Ularga toksin chiqaradi. O'zidagi zaharli moddalarni chiqaradi. Bitta o'zi yetmaganda ichki a'zolarning hammasini zaharlaydi. Va bilamizki, limfa suyuqligi pastdan tepaga qarab harakatlanadi. Ichib qotgan odamda keyinchalik o'pkada muammolar kelib chiqadi. Chunki limfa suyuqligi bilan hamma zaharli moddalar o'pka tomonga qarab ko'tariladi. Tasavvur qiling, bugun oshxonadagi tushgan po'chog'imidi, boshqa chiqindilarmi bugun uydan chiqib ketmadi. Ertasi kuni ham chiqib ketmadi. 3 kun o'tdi, 4 kun o'tdi. Nima bo'ladi oshxonada? Nima ko'payadi? Tarakan ko'payadimi? Chimin ko'payadimi? Pashsha ko'payadimi? Qurt ko'payadimi? Sasiydimi o'sha joy? Bizning ichimizda ham xuddi shu narsa bo'ladi. Bugun chiqib ketmagan ovqat kun davomida nechadir kunlab, haftalab turavergandan keyin ichidagi mikrofloralarni buzadi va polni yonidagi a'zolarga zaharni tarqatadi. Bunaqa ayollar, ichib qotgan ayollar, bizda bitta holat bo'lgan. Bir ayol kishi kelganda, ginekologga uchrashgan. Ginekolog analizlarni ko'rganda, unda xlamidiyya chiqqan, streptokok chiqqan, stafilokok chiqqan, xullas boshqa narsalar chiqqandan, gribok bakteriyalar chiqib ketgandan keyin sani ering yuradi degan. Yo'q, men erim yurmaydi. Men erim yaxshi ko'rib olgan meni, ibodatli odam, bunaqa xiyonat qilmaydi, men unga ishonaman ularga. Yo'q, desa. Sen nimani bilasan, ginekolog? Sen nimani? Sen uyda o'tirgan ayol bo'lsang, men bilaman ularni nima ish qilishini. Seni ering yomon qizlarni yuqtirgan bu viruslarni, kasalliklarni debdi. Uyga kelgan ayol, eri ishdan kelgandan keyin bobillar bergan. Sen mana bunaqa qilar ekansan, mana doktor aytdi. Eri xotin ajrashib ketishiga sal qolgan. Aslida erda emas u ayb, to'g'rimi? Eri yurmagan uni. Mana uni chunki ichi qotardi haligi qiz. Ichi qotdimi, bo'ldi, zamin tayyorlaysiz. Virusga, bakteriya, griboklarga siz sharoit yaratib berdingiz-da. Mana keling, mana sizga ataplina, mana issiq, mana svet, hamma narsa bor. Mana shu yerda yashang, bir so'm pul kerak emas deb uyingizga jaraga tekinga qo'yib qo'ydingiz-da ularni, tushunasizmi? Shuning uchun bizning maqsadimiz yo'g'on ichikni tartibga keltirish uchun etap-metap pashag'oy nimalar qilishimiz kerak, hozir tushuntirib beramiz. Endi ichib qotgan odamda ikkita toifaga bo'linishadi ko'pincha. Yo ular salga yig'laydigan araschi, ginachi, kekchi ayollar bo'lishadi, yoki nervni, psix salga yonib, yonib o'chib ketadigan ikkinchi toifaga kirishadi. Sababi yo'g'on ichida B vitaminli sintez bo'ladi. Maxsus bakteriyalar B vitaminlarini sintez qilishga ishtirok etadi. Bu yerda mikroflora buzilgan, bu yerda chiqindiga to'l yotibdi. Sharoit yo'q bo'lgan joyda B vitamin yetishmasligi, tanqisligi kelib chiqadi. B vitamin yetishmasligidan sizni markaziy nerv sistemangizda muammolar kelib chiqadi. Nevroz bo'lasiz, asabiy bo'lasiz, psixikangizga ta'sir qiladi. Ba'zi bir odamlarda yo'g'on ichida muammo bo'lgandan keyin o'sha sekin-sekin terida toshmalar, terida o'zgarishlar, yuzga qanaqadir petnoni, dog'larni tushishi, shunaqa holatni ham kuzatilishi mumkin keyinchalik. Sizlar nima qilasizlar? Dermatologga borasizlar. Dermatolog lecheniyasin qiladi. Meni kasalim siz deydi. Chunki uni kasali sizda. Dog' ko'rdim, bo'ldi, uni ishi u. Ichak bilan ishi yo'q-da. Mana bu yerda hamma a'zoni siz zaharlayapsiz. Yo'g'on ichagingiz bilan. Endi ichib qotgan odam
Demak, stressga neustuvchi bo'ladi. Salga qaynonasining gapimi yoki yaqinining gapini ko'tara olmaydigan bo'ladi. Darrov negativ fikrlashga harakat qilaveradi. Ich qochadigan odam. Xo'p, bitta savol tug'iladi. Masalan, sizni tishingiz og'risa, bugun kechasi soat 2 da tishingiz og'rib qoldi. Nima qilasiz? Qachon ertalab bo'ladi kutib o'tirasiz. Hozir endi sutkalab ishlaydigan, ya'ni kunlik sutni ishlaydigan stomatologlar ham bor, borib turib oldirib davolatasiz, to'g'rimi? Kutmaysiz yoki ertasi kuni har qanaqangi ishingizni tashlaysiz deb birinchi qiladigan ishingiz stomatologga borib mana bundan qutulish bo'ladi. Chunki og'riq miyaga shunday yaqinda chidolmaysiz, uxlolmaysiz, yura olmaysiz. Endi yo'g'on ichida ich qotgan odamchi, u faqat axlat uzrut bo'shatgani kirganda qiynaladi. Qolgan payt spokойно yuraveradi. O'shaning uchun buni normal holat ekan deb yuraverishadi. Ichingiz qotadimi deb so'rasangiz, yaxshi deydi. Ha, necha kunda keladi deb ikkinchi savolni bersangiz, 3-4 kunda bir keladi. O'ylaydiki, norma bu holat, norma deb o'ylashadi. Aslida bu kasallik. Siz nima qilasiz? Senatga ichasiz, dufalak ichasiz, yeb hammasini ichasiz, ozgina ta'sir qiladi, keyin bu ham ta'sir qilmaydigan bo'ladi. Tushundingizmi? Xo'p, yechim qattiq ekan. Nima bilan bog'lashimiz kerak? Qatdan boshlaymiz. Birinchidan, qabziyatni kelib chiqish sababi birinchisi bu jigar bilan o't qopini faoliyatini buzilishi. O't qopi. Nimaga bu a'zo muhim? Qarang, jigar o't suyuqligini ishlab chiqaradi. Mana bu yerda jigar turibdi bizda. Sirkani o'chirib qo'yamiz. Jigar shunaqa zo'r a'zoki, beminnat bizga ishlab beradi. Mana shu yerda jigarimiz turadi. 10 biqinimizda. Jigar o't suyuqligini ishlaydi-da, o't qopini vazifasi, mana bu jigar bo'lsa, mana o't qopini vazifasi, mana bu qopni tasavvur qilaylik. O't suyuqligini deposi, zaxirasi siqiladi deylik. Mana shu yerda kuchli konsentratsiya qilib ushlab turadi. Keyin 12 barmoqli ichakka haydaydi buni. Mana 12 barmoqli ichakka o't tomchiladi, ketdi ingichka ichakda, yana ovqatni hazm jarayoni, so'rilish jarayoni davom etadi. O'tni vazifasi bakteriologik xususiyati bor, jelitchi. Chunki sizda birinchi ovqat og'izdan tushdi, bu yerda so'laklar ajraldi, hazm jarayoni boshlandi bu yerda ham. Undan keyin shu yerda o'zida ham keraksiz mikroblarni, patogenli, zararli narsalarni shu yerda o'zida ham tozalash boshlanadi. Tushdi, endi ichakka o'tib so'rilmas, o'sha yomon narsa kirib ketmasligi uchun bu yerda yana bitta himoya mexanizmi qo'yilgan. Bitta blok post turibdi deylik, shu yerda ham. O't suyuqligi tushdi va ichakda sekin o'zining vazifasini bajaradi. Endi o't suyuqligi u odamda jigarda o't suyuqligi kam ajralyapti. O't suyuqligi o't qopida zagib bor yoki tosh bor yoki boshqa bor, nima bo'lsa ham bor. O't suyuqligi kam ajralyapti. Ich qochishga sabab olib keladi keyin bu narsa. Faqat mana ichakka qaralish kerak emas ekanda, demak jigar faoliyatini yaxshilashimiz kerak ekan. O'tni emas. O'tga suyuqlik, nimaga o't dimlanyapti? Nimaga zagib bo'lyapti? Nimaga tosh o'tiryapti o'tda, yig'ilyapti? Sababi mana bundagi patokkamda, jigar suyuqlikni normada ishlab bera olmayapti. Suyuqlik ham ochgan joyda quyqa o'tiradimi? Bo'ldi, o't qopida muammo kelib chiqadi. Demak, buni davolashimiz kerak. Ikkinchi o'rinda sizni fikrlaringiz, emotsiyalaringiz. Bu muhim narsa. Bunaqa odamlarga mana bunaqa savol berardik biz. Mana stakan deylik. Stakan, to'g'rimi? Mana ichida suyuqlik turibdi. Shu nima ko'ryapsiz shu yerda mana desam? Shu yarim stakan suv deydi. Bu pessimist. Pessimist shunaqa ko'radi. Optimist qanaqa ko'radi? Buni 1 stakan suv ko'radi u. 1 stakan suv. To'g'rimi? 1 stakan suv berdingiz, qabul qiladi. Endi bu pessimist bu shukr qiluvchi bandami yo noshukur bandami? Bu noshukur banda. Noshukur bu. Shu to'g'rimi? Bu shukr qiluvchi banda.
Shuni bermasligi ham mumkin-ku sizga, to'g'rimi? Shukr qilinglar, ziyoda qilaman degan Alloh taolaning va'dasi bor. Shu joyda ham biz ozgina ketib qolamiz-da. Demak, uni emotsiyasi bo'lib, noshukurroq bo'ladi. Hamma narsadan kir qidiradigan, hamma narsaning kamchiligini ko'radigan odamlar bo'ladi. Fikrlashni o'zgartiramiz. Ko'chada yomg'ir quyib tinmayapti. Jonga tegib ketdi yomg'ir. Hamma joy shilta bo'lib ketdi. Qachon tugarkan deydigan odamlar keyinchalik mana kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchi toifa optimist odamlar qanaqa qaraydi? Voy, mazza qildim. Mazza qilib zon deydi, sayr qilaman. Yomg'ir toza havoni qara, nafas olib to'ymaysan deydi. Bular optimist odamlar. Siz qaysi biriga kirasiz? Ikkalasiga ham kiradiganlar bormi? Xo'p. Keyingisi bu jigar. Qarang. Va o't qopi juda ham emotsiyaga chувствительный, sezuvchan. Agar sizda g'azab bo'lsa, jahl bo'lsa, qattiq jahli chiqdi, qattiq narsadan asabiylashsangiz, spazm uchrar ekan o't qopi. O't qopining mushuy qismi bor-da, uni siqib, toraytirib, kengaytirib, masalan, harakatlanish uchun harakat qiladigan mushuy qismi bor. U spazmga uchraydi. Bo'ldi, o't suyuqligini 12 barmoqli ichiga nima qilmaydi? Ajratmaydi. Bo'ldi, hazm jarayoni buzildi, mamitdagi mikroflora buzildi va ichi qotish kelib chiqadi. Bu bitta sabablardan bittasi. Suv kam ichish. Hamma suv ichish kerak, normada ichish kerak deb aytishyapti, lekin qachon ichish yetmaydi. Ovqatdan yarim soat 40 minut oldin siz suv ichib kelib to'xtatgan bo'lishingiz kerak. Ovqat yeb bo'lganingizdan keyin 1,5-2 soatdan keyin suv ichishni boshlaysiz. Yarim piyola, 1 piyola, yarim piyola, 1 piyola. Ovqatdan oldin, ovqatdan keyin 2 soatdan keyin ichaverasiz. Biz qanaqa ichamiz? Ertalab choy ichayotganda choynakli choy bilan, shirinlik bilan, biron narsa bilan ichib oldingiz. Obed yeganda qoningiz och, poqillatib tez-tez yeysiz-da, keyin tomoq quriydi. Oshqozonga tushgan ovqatni endi tashish kerak. Suv yordamida boradi hujayrangizga, kletkalarga. Keyin orqasidan choynakli choyni xo'plab ichib o'tiraverasizlar. Конечно, hazm jarayoni buziladi deb bunda. Ovqatdan oldin ichib olish kerak ekan suv. Masalan, ertalik soat 2 da obed qilsangiz, bo'ldi soat 12 da boshlang. 1 piyola, yarim piyola stakandan bir martada ichib qo'plab azgina suvga to'yintirib olasiz. Keyin orqasidan qaziq artib 5 barmoq yemaysizmi? Unaqa kuchli chanqoq bo'lmaydi sizda. Yengil chanqoq bo'ladi, yarim piyola biron narsa ichasiz, bo'ldi, tugatasiz. Bizda teskarisi. Keyingisi. Demak, suvni to'g'ri ichar ekanmiz. Keyingisi ovqatlanish. Ovqatlanish. Bulardan ichi qotadiganlardan so'rasanglar, hammasi o'zi shirinxo'r bo'ladi bular. Shirinlikni yaxshi ko'radigan, yengil oddiy uglevodlarni yaxshi ko'rishadi. Hazmga qiyinlik qilmaydigan. Ovqatlanishda kletchatkaga boy ovqatlarni ko'p yeysizlar. Bular nimalar? Shu tugatib qo'ysak ham bo'ladi, internetga kirib Google'ga shu takoy kletchatka deb yozsanglar, informatsiya beradi. Qilasizlarmi? Qarab o'zingizlar qaraysizlarmi? Qilmaysizlar, dangasizlar. Sizlar kimdir chaynab solib qo'yishi kerak og'zingizga. Hop. Demak, meva sabzavotlar. Sabzavotlar xullas. Bu yerga nima kiradi? Olma, kapusta, to'g'rimi? Sabzi va hokazo. Xurmo. Va hokazo bilan davom ettirish mumkin. Meva sabzavotlarni sanaymiz. Keyingisi dukkaklilar. Dukkaklilar. Bularga nima kiradi? No'xat, loviya, fasol, grechka kirishi mumkin. Grechka, ovsyanka, avius deymiz. Xo'p, bularda nima bor? Bularda kletchatka bor. Kletchatka degani ichini varsinkalari bor-da, anaqa so'rg'ichlar. Ana o'shani xuddi haskashga o'xshab, ustozim aytganlaridek, mana shunaqa tozalab beradi. Mo'l deb aytganlaridek, ichini
o'sha esimda qolib ketgan haskashga o'xshab ichingni kvartinkalarni tozalab beradi. Va bular keyin harakatlanib orqadagi ichingni peristaltikasi yaxshilanib boraveradi. Demak, dukkaklikda no'xat, loviya, fasol, grechka mana shunaqa narsalarni sho'r suvga bir 2 soatga bo'ktirib qo'yasizlar. Tarkibidagi hamma ximik moddalarni suv o'ziga chimib oladi. Tuzni shunaqa xususiyati bor, o'ziga tortib oladi. Kimni qo'lini ari chaqqan? Bolaligimizda chaqardi. Nima qilishardi? Nomokopli tuzni shunaqa suv, yana ozgina suv bilan qo'yib qo'yishardi. Zahrini tortib oladi. Xuddi shu mexanizm ishlaydi. 2 soatdan keyin uni suvda qaynatib pishirasiz. Xolodilnikka suv bilan qo'yib qo'ying idishlarga solib. Keldingiz ishdan, uyga keldingiz. Shatda oldingiz, pomidor, bodringni to'g'radingiz. Menimki ularni yozsa dangasalik qilmaysizlar, qaraysizlar internetdan. Kletchatkada bersanglar chiqib keladi hamma narsa. Pomidor, bodringni to'g'radingiz, kapustani to'g'radingiz, ozgina limonni siqib yordingiz, zaytun yog'idan quydingiz. Endi sizga oqsil ham kerak-ku. No'xatni oldingiz-da, agar allergiyangiz bo'lmasa, yoki loviyami, fasolmi, kimga nima yoqadi? 4 qoshiq 5 qoshiq soling, ana sizga taom, ana sizga kletchatka. Mamitga yordam beradi ovqat harakatlanishiga va sizga bular go'shtga yaqin bo'lgan oqsillar bor, hayvon oqsili. Sizning mushak massasini orttirib, yog' miqdorini kamaytirishga ham yordamlashadi bular. Va shularni qo'shib ovqatlanib yurasiz. Keyin mashq bor, ayniqsa mana shu yo'g'on ichak va JKTga ta'sir qiluvchi maxsus mashqlar kompleksi bor. Bularni ham aytamiz. Keyingi videolarda xudo xolasa o'sha mashqlarni qilasiz. Demak, jigar faoliyatini yaxshilaysiz. Aptechniy preparatlardan Karselmi, Apkasulmi, Bonjigarmi o'tdan qilingan oling iching. Bez retsepti berishadi. Jelchigonli oling iching. Mehrigyo kompaniyasining mahsulotlari hammasi zo'r. Olinglar ichinglar. Rastarovchasini olinglar ichinglar. O't haydovchi. Jigar faoliyatini yaxshilaydi. Fikrlashingizni o'zgartirasiz. Shukronalik hissi bilan yashaysiz. Bugundan boshlab borishicha qabul qiling, hamma narsaga rozi bo'ling. Qadarga rozi bo'ling, boshqa ilojingiz yo'q. Tabassumni qilasiz. Keyingisi suv ichishni to'g'ri boshlaysiz. Suv ovqatdan oldin ichasiz. Ertalab turdingizmi 200 gram iliq suv bilan ichdingiz. Bu ishlaringizni qilib oldingiz, namozingizni o'qidingiz, boshqa qildingiz, keyin ovqatga o'tirib, undan keyin yana ichsangiz ham bo'ladi, o'zi ko'proq ovqatlanib ketaverasiz. Xo'p, ovqatlanish ratsioningizda mana bu narsalarni ko'paytirasiz. Oqsilga boy narsalar, hayvon, o'simlik oqsillari, kletchatkaga boy va meva sabzavotlarni ratsioningizga qo'shib borasiz. Va mashqlar, hali ularni o'rgatamiz. Nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak. Keling, mana buni yozib qo'ying. Vitamin D3 0 yozamiz. Bu bo'lmasa ham tak. D3 sizda ich qochish kuchayaveradi. Buni ham iste'mol qilib turasiz. Hali bu tugallanmadi. Yana bitta xudo xolasa savollar hali tillardan keladi. Bizning Instagram sahifamizga kirsanglar ham Sobir Said deb yoki Telegram sahifamizga savollarni yig'amizda ko'proq qanaqa savollar tushyapti, o'shanga qarab yana to'liqroq keyin tushuntirib beramiz. Mashqini o'zim ko'rsatib beraman. Hozir endi formada emasman, uni bir formada, sport formasida ko'rsatib berishim kerak. Shularni hammasini etap-etap qilib borsangiz, ichingni kelishini, ich kelishini yaxshilaysiz. Asabingiz yaxshilanadi, uyqungiz yaxshilanadi, teringizni rangi tirnalashadi, immunitet oshadi. Keyin sizlardagi juda kam ishlatiladigan so'z, hop degan so'z ko'proq chiqishni boshlaydi. Ko'rasizlar. Hozircha qisqacha shu, salomat bo'lasizlar, keyin yana ma'lumotlar berib boramiz.